Arobiy bilan nima uchrashib qoladi Asma'i. Qadan kelyapsan deydi Arobiy. Desa, Qur'on tilovat qilingan yurtdan kelyapman deydi. Rahmon gapirgan yurtdan, Makkadan. Xudo gapirdimi deydi. Arobiy endi yangi tobiinlar payt. Gapirdi Alloh taolasi, bitta o'qib berchi menga deydi. Zariyat surasida sizlarda rizqinglar osmonda deyapti Alloh taolo. Oyatda keldi-da dedi. Bunda nima ekan men shubha qilib yuribman deb turib, tuyasidan tushib, tuyani so'yib ehson qilgan atrofidagilarga. Haligi odam shunaqa mahkam berilib ketadi dinga. Rizqim Allohda bo'lsa, bunchalik dunyo qo'yman. Endi muammo joyini aytaymi? Rizqingizni berayotgan zotga nima qilyapsiz degan savol. Baxilligimiz shunda deyapti. Masalan, har kuni birov sizga 1000 so'mdan beryapti. Sizni shunaqa maqtaydi deyapti. Ya'ni o'ta yo'qchilikdan aytmoqchi ekan. Endi siz bilan menga Alloh taolo nima rizq berib bermayapti? Alloh taolo ne'matlarini sanab tugata olmaymiz. Lekin ming afsuski, unutib qolamiz ekan. Haligi Arobiyni nimada vaqt o'tib Ka'bani oldida ko'rib qoladi-da. Ozib to'zib ketgan ibodatga berilganligidan. Keyin so'raydi, yana o'qib bermaysan menga deydi. Yana shu surani o'qiydi. Oyatdan keyingi oyat nima bilasizlar? Yer va osmonlarni yaratgan Allohga qasamki, sizlar aytayotganday bu haq, bu rizq deyapsiz Alloh taolo. Deganda haligi Arobiy nima uchun Alloh qasam ichdi? Kim Allohning g'azabini keltirdi deb yuragi o'lib qolgan ekan. Alloh qasam ichyapti-da. Fa va robbis samai val ard. Bu haq, bu rizqinglar aniq deyapti Alloh taolo. Allohga qasam aniq deyapsiz-da mana. Allohning qasami. Ya'ni bu yerda mana Hasan ibn Sahalning so'ziga e'tibor beringlar. Baxillik yig'indi sinma ekan. Allohga yomon gumonda bo'lishadi. Bandam beraman, sen beraver desa, rostdan berasanmi, Xudoyim deganga o'xshayapti bu.